Birli motor Spark'ni motorini almashtirmasdan turib qanday qilib 1-2 qilishni bilarmidingiz? Bilmaganlar uchun zo'r lifehack. Buning uchun sizga birinchi navbatda yaxshi motoringiz kerak bo'ladi va 125 Spark'ni vali qo'yiladi va 102 Spark'ni shatuni qo'yiladi. Qarabsizki, sizni Spark'ingiz tortishi ham arab tulporidek bo'ladi. Ana endi sizlar bilan motori 1-2 qilingan Spark'imizni sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Guvohi bo'ldinglar, deyarli 125 Spark bilan bir xil tortar ekan, ustakalarning xizmat haqlari bilan 3 million so'mga shunaqa qilsangiz bo'lar ekan. Ha, ot kuchiga keladigan bo'lsak, 10 tadan 15 tagacha ot kuchi qo'shiladi. Albatta motoringiz o'zgaradi-da, aka. Bunday qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yormaslik uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha Telegram kanalimiz ishlayapti. O'tib qo'ying. Salomat bo'ling.